Katta joylarni arzon narxda ko'rsatishda davom etamiz akalar. Bu safargi joyimiz 2 gektar maydonga ega va narxi 170 ming dollar. Lokatsiyani ham ko'rsatib ketay. Ko'rib turganimiz Toshkent ketish trassasi bo'ladi. Mana shu katta trassadan 100 metr o'tganimizda mana shunaqa asfalt bo'lgan katta ko'chalarda joylashgan. Ko'chaning nari tarafida temir yo'l liniyalari ham bor. Bunaqasiga bo'lsa katta zavod ishlab chiqarish sexlarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz Sirdaryo viloyati Yangiyer tumaniga kelganmiz. Ushbu joyimiz ham erkin iqtisodiy zonada joylashgan. Agarda shartlarni bajaradigan bo'lsanglar, kamida 3 yil har qanaqa soliqlardan ham ozod qilishlari mumkin. Planirovkasi keladigan bo'lsak, ko'cha taraflama ko'rishimiz ham mumkin. Oldinroq avtoservis qilamiz deb qurilish boshlab qo'yishgan ekan. Lekin qurilish tugallash uchun hamma materiallarni olib qo'yganmiz, uni ham hammasini qo'shib beramiz deyapti. Hududimizning ichkari taraflama ko'radigan bo'lsak, bir qancha binolarni ko'rishimiz ham mumkin. Bu yerda shlakoblok ishlab chiqaradigan sex ham faoliyat olib borar ekan. E'tibor beringlar, bu joyimizda suv, svet, gaz bor, olib kirib qo'yilgan. Suv ham naporni ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham zo'r beryapti. Binolarni birma-bir tushuntirib beraman. Bu tarafdagi birinchi binoyimiz ishchilar uchun ekan, bir nechta xonalarga ega bo'ladi. O'rta tarafda bo'lsa, oldinroq Navoiyxona, pikarni qilib ishlashgan ekan. Bundan tashqari mana shu hududlarimizdan burchagida eski binolarni ham ko'rishimiz mumkin, qaysilari sklad ko'rinishida. Ko'rib turganlarda har qanaqa biznes faoliyatiga moslasa bo'ladigan joyimizni narxini sotqiga 850 dollardan so'rashyapti, ya'ni 170 ming dollar. Hali kelishiladigan joy bor. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz. Katta joylarni arzon narxda ko'rsatishda davom etamiz akalar. Bu safargi joyimiz 2 gektar maydonga ega va narxi 170 ming dollar. Lokatsiyani ham ko'rsatib ketay. Ko'rib turganimiz Toshkent ketish trassasi bo'ladi. Mana shu katta trassadan 100 metr o'tganimizda mana shunaqa asfalt bo'lgan katta ko'chalarda joylashgan. Ko'chaning nari tarafida temir yo'l liniyalari ham bor. Bunaqasiga bo'lsa katta zavod ishlab chiqarish sexlarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz Sirdaryo viloyati Yangiyer tumaniga kelganmiz. Ushbu joyimiz ham erkin iqtisodiy zonada joylashgan. Agarda shartlarni bajaradigan bo'lsanglar, kamida 3 yil har qanaqa soliqlardan ham ozod qilishlari mumkin. Planirovkasi keladigan bo'lsak, ko'cha taraflama ko'rishimiz ham mumkin. Oldinroq avtoservis qilamiz deb qurilish boshlab qo'yishgan ekan. Lekin qurilish tugallash uchun hamma materiallarni olib qo'yganmiz, uni ham hammasini qo'shib beramiz deyapti. Hududimizning ichkari taraflama ko'radigan bo'lsak, bir qancha binolarni ko'rishimiz ham mumkin. Bu yerda shlakoblok ishlab chiqaradigan sex ham faoliyat olib borar ekan. E'tibor beringlar, bu joyimizda suv, svet, gaz bor, olib kirib qo'yilgan. Suv ham naporni ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham zo'r beryapti. Binolarni birma-bir tushuntirib beraman. Bu tarafdagi birinchi binoyimiz ishchilar uchun ekan, bir nechta xonalarga ega bo'ladi. O'rta tarafda bo'lsa, oldinroq Navoiyxona, pikarni qilib ishlashgan ekan. Bundan tashqari mana shu hududlarimizdan burchagida eski binolarni ham ko'rishimiz mumkin, qaysilari sklad ko'rinishida. Ko'rib turganlarda har qanaqa biznes faoliyatiga moslasa bo'ladigan joyimizni narxini sotqiga 850 dollardan so'rashyapti, ya'ni 170 ming dollar. Hali kelishiladigan joy bor. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz. Katta joylarni arzon narxda ko'rsatishda davom etamiz akalar. Bu safar